Samarqand noni shunaqa katta tandirlarda yopilar ekan. Tushib ketasiz. Biz o'sha mashhur Samarqand nonlari yopiladigan joyni topib keldik. Doim shu Samarqand nonlarini ko'rganda namuncha og'iri ichiga nima solarkin deb o'ylardim. Lekin men o'ylagandek hech qanaqa sirli masaloni o'zi yo'q ekan. Ichiga 4 xil narsa solinar ekan: suv, un, tuz, draja. Bo'ldi, boshqa siri yo'q ekan. Xamir qorilgandan keyin kamida 3 soat dam berilar ekan. Agala osadigan turiga bo'lsa 14-15 soat dam berishar ekan. Yana har bitta nonning xamiri tarozda o'lchab olinar ekan. Kamida 1 kilo, kattasi 2 kilo bo'lar ekan. Pishgandan keyin og'irligi 100 grammga kamayar ekan. Lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan bu masalliqlarni boshqa joyda tayyorlasa ham Samarqand noni faqat Samarqandda o'xshab chiqargan. Nima unaqa? Samarqand ob-havosi yaxshi-da. Shuning uchun shunday zo'r chiqadi non. Samarqand havosi boshqa yoqda yo'q-ku. Balki shuning uchundir. Suv sepib tashadilar. Voy xudo, nonlar cho'milib pishar ekan-da, tushib ketmas ekan shunda ham. Nonlar 1,5-2 kilo bo'lishiga qaramasdan tandirdan tushib ketmas ekan, orqasiga suv surilar ekan bo'ldi. Kiprik och qolganmiz qala. Shapkaning ichida bor-a? Ha, tagida. Tandirga keyin ustini yopib 1 soatcha pishiriladi, non. Samarqand noni og'ir bo'lgani bilan tandirga yopilgandan keyin 20 minut, yarim soatda pishib chiqar ekan. To'g'ri? Bitta tandirda katta kichikligiga qarab 60-85 tagacha Samarqand noni yopilar ekan. Samarqand nonining bittasi hozirda 10-15 ming atrofida bo'lar ekan. O, ana pishdi. O'zi shundoq ham yaltirab chiqar ekan, hech narsa surmasa ham. Agar Samarqand noni to'g'ri saqlansa, 3 yilgacha aynamay turar ekan. Zo'ra? Hidini, siz Samarqand nonini yeb ko'rganmisiz? Uni nima bilan yegan yaxshi deb o'ylaysiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Yana bitta Samarqand noniga 6-7 kishi bemalol to'yar ekan. Shu darajada barakali bo'lar ekan. Videoni hamma samarqandlik tanishlaringizga yuborib qo'ying. Sizga ham shunaqa Samarqand nonlaridan olib kelishsin. Вкусный плов, лепешки, ночи дивные.